Internetda yana bir bahsli video tarqaldi. Videoda aytilishicha, xaridor 11 tonna 750 kilogramm ko'mir buyurtma qilgan. Ammo ko'mir elangandan so'ng ma'lum bo'lishicha, 9 tonna 100 kilogramm qismi ho'ka, ya'ni chang va mayda qoldiqlardan iborat bo'lib chiqqan. Ko'mir esa atigi 2 tonna 650 kilogramm xolos. Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Fikrlar turlicha, savollar esa ko'p. Sizningcha, bu aldovmi yoki tabiiy holatmi? Izohlarda fikringizni qoldiring. Mana O'zbekistonda yangilik. Mana shuni o'zi bir kuniga 16 ming so'mdan sotilar ekan. Bunisi bo'lsa 13 ming so'm. Arzonroq desangiz 8 ming so'mdan sotilar ekan. Buni qo'yinglar akalar. Mana temperaturani sizlar ko'rsating, qaranglar. Uzoqdan olyapman, mana uzoqdan olganda 62. Yaqinroq qilgan sari mana 68. Realni ishlab turib yaxshi ahamiyat beringlar. Pasaytirib qo'ysam ham o'zi avtomatik, ya'ni isishni boshlaydi. Hattoki buni ochib qo'yganmiz, ana ochiq turibdi. Sababi isib ketilyapti. Narxlari 1 milliondan boshlanadi, 2,5 million so'mgacha bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha dastlabki kelishilgan asosda bo'ladi. Kimgadir zarur bo'lsa, pastki raqamga aloqaga chiqsa, 2 yil garantiyasini ham berishar ekan akalar. Realni 8 ming, 13 ming, 16 ming so'mga uyingizda bir kuniga isitsangiz bo'lar ekan. Bu shunchaki gap emas, realni hisoblanib chiqarilgan gap bo'ladi. Pastki raqamga aloqaga chiqsangiz, to'liqroq tushuntirib berishadi yoki to'liq videosi Gazinoboy YouTube kanalida.